dadangga yordam berishimizni xohlaysanmi? Mana shu aka ukalar xudo xolasa hammasi sen uchun, akang uchun, ukang uchun xudo xolasa dadangga yordam qilishadi. Assalomu alaykum qirg'izistonlik aka uka, opa singillar, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan mo'min musulmon birodar yaqinlar. Biz xudo xolasa O'sh oblastida Arvon rayonini Mulla Omon ko'chasida turibmiz. Biz sizlarga qayrilishimizdan sabab shunday yaxshi kunlarda turibmiz. Zulhijjani 10 kunligi. Alloh subhanahu va taolo 10 kunligiga qasam deb kelgan. Alloh taolo qasam chekkan kunlarda turibmiz. Bu kunlarda 1 so'm qilamizmi, 2 so'm qilamizmi, sadaqai joriyani ko'paytirsak, shunaqangi afzal kunlarda turibmiz. Hozirgi paytda ehson muhtojga ehson qilsangiz, Alloh taolo darajasini ko'paytiraveradi. Muhtoj akamiz, Bezot akamiz hozirgi paytda 2 pochkasi ham qurib qolgan. Hozirgi paytda akamiz Turkiyaga olib borib, pochkasini srochniga operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Katta summada pul to'plash kerak bo'lyapti. Shuning uchun biz sizlardan, mo'min musulmon aka, uka va opa singillardan yordam olamiz. Albatta bu videoga befarq bo'lmanglar. Qo'lingizda yo'qmi? Qo'lingizda bo'lmasa, qo'lida bor odamga jo'nating. Magaram ashu odam ehson qilsa, ehsoniga inshaalloh biz aniq ishonamiz, siz sheriksiz inshaalloh. Aka, uka, opa, singil bu videoga befarq bo'lmanglar. Alloh subhanahu va taolo hech kimimizni boshimizga bunaqa dard bilan, bunaqa musibat bilan Alloh taolo boshimizga solmasin. Alloh roziligi uchun hammalardan iltimos qilib qolamiz. Oting nima seni? Fayzullo. Fayzullo. Qara, dadangni yaxshi bo'lib ketishingni xohlaysanmi o'g'lim sen? Xohlaysan, ha? Alloh taolo shunday mehribonda. Qara, Arvon eli shunaqangi berishini el, Alloh nasib qilsa, biz o'ylamagan yerdan shunaqangi tez holatda pullar to'planib, inshaalloh dadangni sog'ayishiga sababchi bo'lib qolamiz, o'g'lim. Duo qilinglar, shunday yaxshi kunlarda turibmiz. Xudo xolasa dadang sog'ayib ketsin, o'g'lim. Inshaalloh aka, uka, opa, singillar, dadangga yordam berishimizni xohlaysanmi? Mana shu aka ukalar xudo xolasa hammasi sen uchun, akang uchun, ukang uchun xudo xolasa dadangga yordam qilishadi. Xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Aka, uka, opa, singillar, kartalarimiz ekranda turibdi. Xudo xolasa befarq bo'lmanglar. Inshaalloh sizlardan o'ta ham umidimiz katta. Inshaalloh yordaminglarni kutamiz.